Diqqat aholiga tezkor xabar. Mart oy pensiyasini kutayotgan pensionerlar uchun hozirgina ajoyib xushxabar rasman e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zbekistonda pensiya yoshiga yetgan fuqarolar uchun yana bir muhim yangilik e'lon qilindi. Prezident tomonidan 16-fevral kuni tasdiqlangan Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili davlat dasturi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida yangi tartib belgilandi. Pensiya mablag'lari avtomatik to'lanadi. Joriy yil sentyabr oyidan boshlab pensiya yoshiga yetgan shaxslarga shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvaraqidagi mablag'lar murojaatsiz, ya'ni proaktiv tarzda to'lab beriladi. Bu degani fuqaro hech qayerga ariza bermaydi. To'lov vakolatli organ tashabbusi bilan avtomatik amalga oshiriladi. Shuningdek, davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan ayrim toifadagi talabalar turar joyiga yo'llanma murojaatsiz beriladi. Bu quyidagi toifalarga tegishli: yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan talabalar, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar farzandlari, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan talabalar. Yangi tartib aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirishga qaratilgan, deyiladi ma'lumotda. Do'stlar, shu va shu kabi yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosib qo'yishlikni ham unutmang.